Aziz do'stlar, 1530 dollarga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'yinglar. Usta akamiz Nodir aka tomonidan 170 kvadratlik obyekt bitkazilibdi. Bugun bizlar Qashqadaryoda, aziz do'stlar, usta akamiz 12 ta viloyat bo'yicha mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Juda ham zo'r narxga bitgani. 1 kvadrat metri usta haqi, mahsulot, hamma narsasi ichida 9 dollardan bo'libdi mana shu obyektimiz. Xo'p, kvadrat metrlar necha puldan degan akalarimiz uchun 8 dollardan boshlanar ekan, to 15 dollargacha, to Leonardo fasonlargacha qilib beradilar. Bu obyektimizni to даже sokilargacha qilib berganlar. Qaranglar, qanday zo'r chiqqan. Sokilargacha transitsiya qilib berganlar. Hali bu ham arzonlar kam, qaranglar. To даже mana shunday zinalargacha, to даже mana shunday tepalargacha chiroyli qilib jetki transitsiyadan qilib berganlar. Polga bitta baho beringlar, kafelar chiqqani yo'qmi? Mana shu polni o'zini ham jetki transitsiyadan qilib berganlar. Kir bo'lib qolsa, chay bo'lib qolsa, bemalol yutib taylayverasizlar. Agarda sizlarni ham mana shunday chiroyli jetki transitsiya qilish qiziqtirsa, usta akamizga aloqaga chiqinglar. Bu 9 dollarlik fason naqd 10 yildan 15 yilgacha garantiya beradilar. Biz hozir tushuntirib berayotgan narsamiz faqat mana shu devor qismini jetki transitsiyadan tushuntirib beryapmiz. Shunga qarab usta akamizga aloqaga chiqasizlar. Patologda qilmaganlar. Faqat mana shu jetki transitsiya usta akamiz tomonidan bo'lgan, usta aql mahsulot hamma narsasi ichida.